ishlayapti. Ba'zi mashinalar bo'lsa yozda ham ishlamaydi, chunki motori buzilgan bo'ladi. Shuning uchun o'zga mashinalar 24 ga yerda yo'q turadi. Mashina ustiga o'tirgan bunaqa maxsus tentlarni portativ garaj deyishar ekan va uni nomi Natasha ekan. Umuman kutmagan edim bunaqa nom eshitishni. Lekin Natasha deb nomlashgan, nimagaligini hech kim aytib bermayapti. Eng qizig'ini aytaymi? Mana shu Natashani o'ylab topgan inson Olga Kim Toshkentda tug'ilgan ekan. Tasavvur qilasizlarmi? Toshkentda tug'ilgan inson Ulan Udayda 2010-yilda Natashani o'ylab topdi va o'shandan boshlab u seriyali ishlab chiqarishga berilyapti va Yakutiya aholisiga ancha qulaylik paydo bo'lyapti. Ya'ni mahalliy aholining aytishi bo'yicha 2010-yildan oldin ancha mashina kam bo'lgan ekan ko'chada. Aynan Natasha nomli portativ garaj o'ylab topilgandan keyin mashinalar soni keskin ravishda ko'payib ketgan. Natashani ekspluatatsiya qilish anchagina vaqt, mehnat va bagajlikda joy talab qiladi. -40, -50 daraja sovuqda avtomobil shinasi deformatsiyaga uchraydi deb eshitdim. Va do'stlar, aytganimdek, mana bu bizning otel bo'lsa, orqamizda Qizil dengiz. Yo, privoy dengizga go! Assalomu alaykum.